harakat bor, lekin agar u ko'rinmasa, ko'rsatilmasa, eshitilmasa, yuraklarga yetib bormaydi deb o'ylayman. Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Har bir tashabbusni ovozga, suratga aylantirish lozim. Aynan shu maqsadni ro'yobga chiqarish uchun media kerak. Ha, media bu faqat surat yoki video emas. Bu fikr tarqaladigan yo'l. Media orqali tarqatmoqchi bo'lganimiz oddiy fikrlar emas. Hazratimizni bizga yetkazmoqchi bo'lgan so'zlaridir. Biz Hazratning hayot yo'llarini, ilmiy meroslarini keng ommaga yetkazib berishni maqsad qildik. Shu 3 yil davomida Peshqadam karvoni mana shu maqsadni amalga oshirish uchun qanday harakatlarni amalga oshirdi? Demak, navbat media yo'nalishdagi sarhisobimizga keldi. 3 yil davomida qilingan ishlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bu avlodga ma'naviyat, ishonch va ilmiy meros qoldirgan zot. Bu merosni asrash va yoyish bizning burchimiz. Peshqadam karvoni media yo'nalishi Hazratimiz merosining ijtimoiy tarmoqlarda ishonchli, to'g'ri va munosib shaklda tarqalishiga xizmat qilishni maqsad qilgan. Shayx hazratlari ishtirok etgan ko'plab yig'in va marosimlar tarixda qoldi. Biz ularning har bir lahzasini izlab, saqlab, jamlashga harakat qilmoqdamiz. Bu yo'lda maxsus e'lonlar havola qilindi. Arxiv ishlari boshlangan. Media yo'nalishida hozirgacha Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining hayot yo'llari va ilmiy meroslarini tanitish bo'yicha ijtimoiy tarmoqlar uchun 50 ga yaqin video postlar, 40 dan ortiq grafik ma'lumotlar, 30 ta nazmiy va ma'rifiy matnlarning audio talqini, Hazratning audio kitoblari asosida 70 dan ortiq roliklar, 60 ga yaqin karusel postlar tayyorlandi. 50 dan ortiq Hazratimiz va ijodlariga oid qo'shiqlar bastalandi. Shuningdek, jamiyatimizning faoliyatini yurituvchi bitta veb-sayt ham shu yo'nalishimiz a'zosi tomonidan yaratildi. Bu ishlar ortida 10 nafargina a'zo bor. Shunga qaramay, har bir material niyat va ixlos bilan qilinmoqda. Media orqali Hazratning merosi bugun yosh avlodga zamonaviy shakllarda yetib bormoqda. Kelajakda esa sifatli video kliplar, qisqa roliklar, ovozli lavhalar va to'plamlar orqali bu xizmat kengaytiriladi. Yoshlarga mos, ma'naviy pok va ilmiy asoslangan kontentlar tayyorlash bizning hozirgi hamda ertangi vazifamiz. Bu faqat bugungi ehtiyoj emas. Bu uzoq muddatli mas'uliyatdir. Media orqali meros yashaydi. Har bir kichik harakat buyuk maqsadga xizmat qiladi. Siz ham bu xizmatlarda bizni qo'llab-quvvatlang. Insonlarga videolar orqali ta'sir qilishni niyat qilib qo'ygandim. Mana shu ishimni Hazratda hayotlarini targ'ib qilishdan boshlaganman. Bundan keyingi rejalarimni ham aytib o'tadigan bo'lsam, inshaalloh shuni niyat qilganmanki, Hazratda hayotlaridan kichkina lahzalar yoki bo'lmasam Hazratda shogirdlarga bo'lgan munosabatlari, oilalariga bo'lgan munosabatlarni ham mana shu qisqa videolar orqali insonlarga targ'ib qilishni niyat qilib qo'yganman. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bizga zamondosh edilar. Biz ularni zamondoshlari bo'lib turib, ularni qilgan ishlarini bilmaslik biz uchun bu narsa juda ham uyat. Hazratga ixlos qilib, ularni ilmiy faoliyatlarini, hayot yo'llarini turli loyihalar orqali tanitishni niyat qildim. Ya'ni shu narsani his qildimki, media yo'nalishi faqatgina kontent yaratish emas, balki har bir so'z, har bir kadr alohida bir dunyo ekanligini tushunib yetishni boshladim. Jamoa ichida o'tayotgan har bir lahzam bu meni xotiramga yozilib boradi va Hazratni tanitish yo'lida shu jamoa bilan birga ekanligimdan juda ham xursandman. Ko'rib turibmizki, media faqatgina axborot vositasi emas, balki g'oyalar yurakdan amaliyotga ko'chib, qilingan ishlarning natijasini ko'rsatib beradigan oyna hamdir.